Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Senko va bu Minecraft lekin Shulkerdan MP narsa olishimiz mumkin va bizning mavzuyimiz Ender Dragonni zavq etish. Do'stlar, ham bitta hammaga salom. Senko qanday qilib Shulkerdan MP narsa olish mumkin? Shulkerda qayerdan olsin deyishingiz mumkin. Do'stlar, biz Shulkerni yasab o'tirmaymiz. Buning uchun maxsus kod mavjud. Do'stlar, oldin aytib o'taman, bu kodni faqatgina mana shu mod o'rnatganingizdangina bu kod ishlaydi. Agar bu mod o'rnatmasdan turib, mana bu quyidagi kodni yozsangiz bu ishlamaydi. O yaxshi, mana Shulker paydo bo'ldi. Va просто tak mana bunga qaranglar. Trulalalalala. Do'stlar, buni tochalariga qaranglar. Gap yo'qda. Bunaqa naturallar bilan men endi o'lmasman. Hamma qilgan ekan. Dang, dung, vang va jang. Xo'sh, yaxshi. Qilichga qaranglar, qilichni ajoyib. Bularni olamiz. Obsidian kerak, netherga borish kerak, shoot kerak bo'lishi mumkin. XP kerak emas, oltin olma kerak. Ultra Fireball aniq kerak, gajalga kerak, totem kerak. Bu nom esimdan chiqib ketamaydi, lekin baribir kerak. Kamon kerak va kamonga o'q kerak. Bu yerda menga kerak bo'lgan barcha narsa faqatgina mana shular. Yana bu qog'ozga qiziqdi. Bu narsani xarid ekan ko'raylikchi. Dan what? Do'stlar, bu kartani katalogiga qaranglar. Qo'yil. Chindan do'stlar, ajoyib. Kartani katalogiga qarasangiz просто hayratlanarli. Suvga tushib ketdim. Mayli, tepaga chiqish kerak. Xo'sh, mana u ajoyib. Yaxshi. Do'stlar, men mana elitlarni sinab ko'rmoqchiman. Bilasizlar, men elitlarni juda yaxshi ko'raman. Elitlarda uchish o'zi ham kayf, ayniqsa Minecraftda. Xo'sh, mana 1 2 3. Yaxshimadi. Ikkinchi urinish 1 2 3. Mayli, uchinchi va so'nggi urinish 1 2 3. Ajoyib. Bu tezlikka qaranglar. Просто elitlarda o'zgacha kayf beradi. Buni biladiganlar biladi. Mayli, uni yerga qo'nib olish. Men ajdarxonni o'ldirishim kerak. Yaxshi. Do'stlar, yana bir gap. Agar siz videoni shunchaki ko'rgan bo'lsangiz, unda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Sizlar bizning maqsadimiz ya'ni 1000 ta obunachi to'plash va bu maqsadga erishishimga faqatgina sizlar yordam berishingiz mumkin. Suvga yumshoqroq qo'nib oldim. Mayli, o'ynashni bas qilib, endi Ender Dragon tarafiga yo'l olishim lozim. Menda obsidian ham bor, gajalga ham bor. Xo'sh, yaxshi. Mana shu yerda 1 2 3 4. Ajoyib. 1 2 3 4. Yaxshi. Xo'sh, bosamiz 1 2. Xo'sh, yaxshi. Qani, dang dung. Ajoyib, portal tayyor. Yaxshi. Do'stlar, men mana shu klipga qachon tez sindirishga yomon qiziqyapman. Xo'sh, unda to'g'ri obsidianni ko'ramiz. Obsidianni qachon tez sindirar ekan? Nima? To'xtaylik, axir bu obsidian edi. Do'stlar, bu obsidian juda tez sindirdi. Ajoyib. Albatta, axir bular super aslaqalar. Boshqa nima deyishim mumkin? Haqiqiy MP narsalar bunaqa o'yinlar bilan Ender Dragon o'ldirish menimcha qiyin bo'lmaydi. Menga bu videoda asosiy qiyinchilik tug'dirgan narsa do'stlar, bu qizil qalamni topish. Chunki biladiganlar biladi, men biror marta qizil qalam oson topmaganman. Shu paytgacha videolarimni orasida bunday qizil qalam osonga topgan videoyim yo'q. Mayli, xo'sh. Adga yetib keldik. Ardamdek qip-qizil. Mayli. Xo'sh. Bu yerda albatta bu yerda xarita ishlamaydi. Ko'raylik, nima qilsam bo'lar ekan. Xo'sh, mayli. Elitlarni taqib olamiz birinchi navbatda va qizil qalamni qidirish topishimiz kerak. Yo'q, to'xtang. Qizil qalam topishni oldin men Endermanlar biyomini topishim kerak ekan. Chunki aynan o'sha biyomdan biz nerda? Ko'zni, короче, o'sha kerak bo'lgan narsalarni buni topamiz. Do'stlar, men Enderman biyomiga kelib oldim. Albatta, men buni joyini montajgacha qilib qo'yapman, lekin bu yerga kelish oson bo'lmadi. Xo'sh. Salom jigarim. Yaxshi. Bitta. Qaranglar, bunda looting ham vahshiy ekanda. Qaranglar, bitta udardan bir stak yemchik oldim. Xo'sh. Mana. Pas bermadi. Mayli, farqi yo'q.
Hani ki mana bu ham qanchadir shemchuk berdi. Yaxshi yigitni guli. Bu yerda yana kimdir buni? Mana jigarim. Ajoyib. Xo'sh. Bu haddan tashqari ko'p. Menga bu juda ko'plik qiladi, xo'sh. Menga 3 stagim yetib ortib qoladi. Yana bittasini otib olamiz. Tayyor. Menimcha endi Endermanlar biyomida qolgan ishim qolmadi va yana qizil qal'ani qidirib yo'lga chiqaman. Xo'sh, ana bo'ldi. Ketdik, qizil qal'ani yana qidiramiz. Xo'sh, bu yerda ko'karman, bu tarafda qizil olaman. Hamma yoqqan. Do'stlar, bu fireball juda ajoyib ekan. Yana bitta fireballni juda ham ko'p vaqt ishlatishimiz mumkin ekan. Do'stlar, men o'sha video oxirida o'tganda men 5-10 daqiqa o'tdi va men mana pigmentlarning inini topdim. Do'stlar, bu birinchisi emas, taxminan 3-marta pigmentlarning inini topishim, lekin yarmas qizil qal'adan darak yo'q. Bu yarmas addiyam 20 minutdan beri saqib yuribman. Nima, bitta qizil qal'ani topish shunchalik qiyinmi? Ayla, qo'sh. Hani ketdik. Mayli do'stlar, men bunday qizil qal'a qilishni davom etaman. Lekin do'stlar 3 marta pigmentlarni chiqdi, lekin bir marta ham qizil qal'a chiqmadi. Hayot naqadar beshafqat. Xo'sh. Do'stlar, salom. Senku ati nima bo'ldi desangiz do'stlar, men kamera yoqish esimdan chiqdi. Qizil qal'ani zo'rg'a deganda do'stlar topdim va bittasini o'ldirishim bilan menga bir stak olovli tayoqcha emasku, lekin 32 tayoqcha berdi. To'g'risi bu juda ajoyib bo'ldi. Bitta o'zimga o'zim atiga bir zarba uchun shuncha qiynaldimmi deb biroz o'ylanib o'tirdim, lekin uncha uzoq o'ylamadim. Hozir bilan maydalab tashlaymiz. Ahmoqona gapimga e'tibor bermang. Shunchaki do'stlar, girib o'ynab ozgina charchadim. Ularni hammasini jemchukka aylantirib olamiz. Ender pearllarimizni. Tayyor. Bizda 48 ta ender pearl, ya'ni jemchuk mavjud. Menimcha endi do'stlar to'ppa-to'g'ri ajdarxona oldiga borsak bo'ladi. End portalga. Mana qarang, demak end portal to'ppa-to'g'ri shu tarafda. Daryoda shqin, suvlar jo'shqin, yetolmayman, yor. Xo'sh, telefonim esa shunisi yomon do'stlar, changlar o'chirish juda qiyin. Xo'sh, bu yerda ham yo'q, uchdik. Qaysi tarafda? Bu tarafda ekan. Xo'sh, o'zim uchun sal joy beraman. Qarang, yaxshi. Qaysi tarafga ketyapti o'zi? Tushunish ham qiyin. Xo'sh. Mana shu tarafda ekan. Qani. Xo'sh. Bilmadim. Harakatni oyoq ostida. Kimga nima? Tezroq borish kerak. Xo'sh. Uchishga bo'ldi. Yaxshi, kengroq joyim yo'q bor-ku. Kim meni otdi? Albatta do'stlar, meni sehrli sovutlarimda ajoyib narsa bor. Shu sababli kimdir agar menga ursa, o'ziga uron qaytib ketadi. Ko'ngil qo'ymang, otsa uron o'ziga qaytib ketadigan sehrlar bor meni sovutimda. Aynan shu sababli do'stlar, siz menga otdi, lekin o'zi o'ldi. Aytadi, meni nishonga olganlarning o'zlari o'lishadi deb. Bu fireball uchun men urganmadim bor-ku. Mayli, bo'lish bilan qarish. Kiray aynan o'sha tarafda, qani ketdik. Xo'sh. Abbo, tintishyapti. Qorong'uda yurish esa yomon ko'raman. Chaqlarni ham o'chirish qiyin. Demak, o'sha tarafga boramiz va xo'sh. Qishloq. Do'stlar, xuddi Minecraft meni eshitayotgandek qorong'u tushgan paytda qishloq ro'paraqib qo'ydi. Salom eshitdilar. Qiziq do'stlar, golemni komanda nechta qo'sh hech kim qochib. Bitta o'qli golemni uxlatdi. Bu kamonchidan vashshi kuchli ekan. Xo'sh, uxlaymiz. Yaxshi. Xo'sh. Yangi tong otdi. Men esa yana portal tarafga yo'l olaman.
do'stlar, nihoyat men qizil qal'ani topganga o'xshayman. U qizil qal'a deb kirchi nima deyardi? Ha, end portalni. Endi pastga qarab qazib ketish kerak. Ana 91-yilda fakir. Qanaqa fakir? Ajoyib bir fikr bor. Xo'sh, bu yerda boshqa bir kod yozamiz. Tayyor do'stlar, bu yagona nima deydi, armonlarning birovning yagona kod emas, ya'ni ikkinchi kod mavjud. Bu kod bizga har xilcha menga kerak bo'lgan damlamalarni beradi. Men esa do'stlar bu yerda hozir eng ko'p kerak bo'lgani, ya'ni qorong'ulikda ko'rishni olaman. Ajoyib. Ajoyib. 4 minut qorong'ulikda ko'ra olaman. Mencha 4 minut qizil qal'ani topishimga bemalol yetadi. G'oyat parishadigan deb qo'shib pastga qazib ketvoramiz. Xo'sh, 1 3. Oho, bu qarag'aylar, bu ketani berib o'ldirib bo'ldi. Yaxshi shunaqa atrofda qilib qaziyman. Qiziq qal'angizni topishimga, qiziq qal'a deb atasak, shu qiziq qal'ani o'ldirib qo'ydim dilim. Garchi end portalda. Do'stlar, so'nggi paytda video chiqishi juda sekrashib ketdi. Buni o'zim ham juda yaxshi bilaman, lekin buni ham sabablari ko'p. Asosiy sabab do'stlar YouTube'lar bir qancha muammolar bo'lyapti. Ana shu muammolar tufayli do'stlar videolarim chiqish qolib ketyapti. Lekin xudo do'stlar, buni yo'q uzilish bo'lmaydi. Xo'sh, shunaqasiga endi asta-sekin pastga qarab qazishda davom ettiraveramiz. Oho, dashu ko'mlargacha chiqdi, lekin hargacha mayli. End portal pastroqda bo'ladi. Lekin do'stlar, yana u yerga borganda kelib, yana portalda qidirib yurish kerak. Boya shu paytgacha qizil qal'ani qidirdim, endi yana pastga kelib labirintda portalni qidiraman. La'nati, portal topishim xuddi muammo. Shuni pastga qarab qazib ketaveramiz. Yaxshi. Hozircha hech qanday portalda ko'rganim yo'q, lekin hademay chiqib qoladi. Voy, konga tushib qoldim. Mana iqon. Sen masalan bizmi? Mana o'rgimchak meni urganlarni o'zi o'ladi deydi-yu, meni shu so'tni yaxshi ko'rmadi. Kimdir menga urolmasa, o'sha uronni ming barobar qilib qaytaradi va o'ladi. U уже mana qavat boshlanibdi. O'sha mayli, pashtafga ozgina yuramiz-da, do'stlar. Nimaga bilmayman, lekin portalni qilishni davom ettiraman. U yaxshi. Joyiga shu tarafga qarab ketaveramiz. Yana qanaqadir yo'l bor, bir g'ormi? G'orni boshlashi. Bo'ldi, bular keyin qachon ketib boshqa ikkitalik yo'q qazib ketaverman. Mana balki topib qolarman. Yo'q, hali chiqmadi. Qani pastga shunaqasiga qazib davom ettiraveramiz. Yo'q, balki do'stlar o'tib ketgandan shu yo'llarni qazib ko'rib, yo'q. Ko'rinmayapti. Yo'q, bo'lmas. Mana qayerda qoldi? Даже olmos, odatda olmos tashlashga qo'zadi bilandim, lekin hozir menga olmos kerak emas. Buni aslaqalar bilan olmos boshqa yo'lni qo'shni qilsak, pastga qarshi davom ettiraveramiz va topdim. Yaxshi, endi portalda, endi bu labirintdan portalni topishim kerak. Rostdanmi? Rahmat Minecraft. To'g'risi, juda videolarda agar boshda ko'rsangiz, barcha videolarda portal topishga qiynalganman. Ko'pida 90% portal topishga qiynalganman. O'ta qiziq qal'a topishga qiynalganga o'xshab. Minecraft qiziq qal'a qidirib rosa qiynalmang. Mana portal deb portalni osongina topib qo'ydi. Qo'yli. Mayli, saxiy Minecraft. Xo'sh, portalni ishga tushiramiz birinchi navbatda. Dang, bang, jang, gong, mang, ning va bo'ldi. Portal yondi, endi esa ajdarxona oldiga suramiz. Do'stlar, men shuncha qiynayotgan, men ajdarxonadan alamni olishim kerak. La'nati. Mayli. Ketdik. Nihoyat ajdarxona oldiga yetib keldim. Ko'ryapman, qo'shimcha bitta elitani esa fireballni olishim lozim. Ertaroq bank fireballni olibman. Mayli, bu turadi. Qo'sh, fireball qaniydi? Topdim, bo'ldi. Ketdik. Birinchi mana kristallarni yo'q qilamiz. Ajoyib qo'nish. 1. Bu yerda qalqon bormi? Bu turamiz. Yaxshi. Endi qolganlarini ham shunday kamon qilib qoqaman. Ketdi. Do'stlar, to'xtanglar, qarang. Bu yerda juda kuchli qurollar bor. Balki hech qanaqa kristalni sindirmasa ajdarxonni o'ldira oladimi? Sinab ko'rish kerak.
Çok ko'p men hech narsaga yetmagan olmani olamiz. Ajoyib. Qani ikkitasi hop ko'ramiz. Qilichimni nechta udarga kerak ekan? Bang. What? Bitta udar? Do'stlar, hozirgi men bitta udarda endi dragonni qoqdimmi? Ajoyib. X'larni olamiz. Bu X bilan meni qon terimga kelgan deydi, yo qon ko'z yoshlarimga kelgan. Shunisi joylashtiradi. Yaxshi. Do'stlar, agar siz videoni shunchaki ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmadi. Sizlar bilan men Senka bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha unda mayli hammaga xayr.